Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Keyingi zakazlarimiz mana 5 ta eshik Toshkentdan zakaz qilishuvdi, mana qilib berdik. Terib aynalarni solgunimizcha kechikib ketib qoldi. Xudo xolasa mana cho'qqi MDFlarimiz lola pasonda. Mana ko'rib turganinglarda oynalar doimgidek germetiklanadi, taraqlanmaydi. Juppili ochilib yopiladi. Zamolarimiz ham juda yaxshi zamolardan qo'ydik. Mana zamolarimiz. Kalitlari ham 5 ta. Qalin kalitlar mana katta. Xudo xolasa bugun yo'lga chiqsak, endi ertalabcha xudo xolasa yetib borib Toshkentga xolaniki o'rnatib beramiz. Xudo xolasa mana internetda ko'rib yoqtirib zakaz berishdi. Mana qilib berdik. Mana ko'rib turibsizlar, mana kvadratdan 800 mingdan qilib berdik. Yo'lchiramizga 1,5 million qo'shib berdi, olib borib o'rnatib, hamma yo'q ichida bo'lyapti mana. O'rnatib beradigan bo'ldik, xudo xolasa. Kimga shunaqa eshik-romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor, vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustunovkasi ichida bo'ladi. Endi xizmatidamiz, bemalol behijolat murojaat qila olasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like podpiska bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun sizlarga oldindan kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Mayli, sog' bo'linglar. Rahmat.